imkon qadar shu Baxtiyorjon video olib chiqqanda haqiqatlarni olib chiqyapti, mana kartalarni qo'yib beryapti, telefon nomerlarini qo'yib beryapti. Maksimal shu videoni tarqatib 5 ming, 10 ming qilsangiz qo'shib ketavering. Bir yaxshilik ko'rdingizmi, o'sha yaxshilikni qilib ketavering. Bu dunyoda bilasizki, olganimiz emas, berganimiz. Shu Baxtiyorjonim biz uchun Alloh yo'lida aka mana yaxshiliklarga sababchi bo'lib deb juda ko'p oilalarga sababchi bo'ldi. Yana ham ishlarini Alloh rivojini bersin. Imkon qadar shu inson videoni qo'yganda ko'rib chiqib, imkon qadar tarqatib, storylarga qo'yib, podejja qilib, hech ming o'min tashabbusinglar. Xudo xolasa Baxtiyorjon ham sizni jannatga kirishingizga sababchi bo'lib qolishi mumkin. Men Shomirzayev Sharofiddinni ayollari bo'laman. 1987-yilda tug'ilgan xo'jayinim. Hozirda 8 yildan beri kamqonlikning anemiya aplastik darajasi bilan davolanib kelmoqda. 2025-yil 18-may kuni Hindiston davlatiga davolanish uchun jo'natgandik. डोनर स्पेसिफिक एंटीबॉडी क्लास 1 एंटीजन के अगेंस्ट सारे ही डोनर जो मालूम दिन एक डोनर है $17,000 bilan jo'natgandik. Hozirda limitimizda pul qolmadi. Jarrohlik operatsiyasiga pul yetishmayapti. Shunga Shavkat aka hamda Baxtiyor akalardan iltimos qilib chiqmoqchiman. Bizga yordam berishingizni xohlaymiz. Sizlardan iltimos qilaman. Xo'jayinim sog' salomat qaytsin. İki nafar farzandimni otasi, bulardan boshqa boquvchimiz yo'q. Iltimos bizga yordam qilinglar. Baxtimga shukurlarim, tan-joni sog' bo'lsin, sog' bo'lsin, dadasi ham yaxshi bo'lib kelsin. Bizga xonadonga kelib ko'rdik. Xonadonda deyarli sotiladigan hamma narsa sotib bo'lindi. Onajon bilan ozgina gaplashganimda faqat yig'ladilar xolos. Onajonning gapirgani ham holati xunmagan, sabab farzand, eng kichkina farzandlari bugun o'sha oqqon kasalligi bilan og'rib turibdi. Bechora ona yiqqan terganni aka-ukalaridan, qarindosh urug'lardan topdi. Boricha 10 ming oshxo'roq puli berib bolajonni Hindistonga jo'natdi. Hindistonga bordilar. Borgan holatlarida ular xohlagan donor kattaroq pul talab qildi va hozirgi kunda bu insonlarni yaxshi bo'lib ketish uchun adashmasam 20 mingdan oshiqroq summa so'ralgan. Bu summani ona qayerdan topsin endi? Buncha summani topish uchun yo uy sotilishi kerak yoki u inson shu dard bilan olamni o'tishi kerak. Bu safargi yordamni mana shu insonni, mana shu bolajonlarning otasi, bir onani suyukli farzandi, bir ahli ayolning turmush o'rtog'i uchun so'ramoqdamiz. So'ralgan pul 20 ming AQSh dollarida. Xonadonga taalluqli kartalarni qo'ydik. Xonadon uchun yordam qilaman. Mana shu xonadon uchun, mana shu ota uchun ozgina ataganim bor edi deganlar bo'lsa, xonadonga mas'ul nomerlar deb qo'ydik. Qo'ldan kelgancha yordamni qilaylik qadrdonim. Bu kun sizni ham, meni ham va boshqa ko'rib turgan insonlarni ham boshiga tushishi mumkin. Lekin shunaqa kundan Xudo saqlasin, mana shunaqa dardlardan aritsin deb niyat qilib qo'ygan insonlar mana shu videoni yaxshi insonlarga, yordam qilaman degan insonlarga tarqatishga yordam qilasizlar. Biz sizlarga ishonamiz. Like bosib qo'yasiz, kommentariyada Alloh shifo bersin deb yozib qo'yasiz va mana shu xonadonga qo'ldan kelgancha mana shu kartalarga hissani qo'shamiz. Akamiz uchun 20 ming dollar Xudo xolasa yakshanba kunigacha birgaligida amallaymiz. Biz xalqimizga ishonamiz, biz xalqimizni yaxshi ko'ramiz. Sizlarni yaxshi kuningizda borib xizmat qilish sizga ham, bizga ham nasib qilsin. Alloh xayrli qilsin. Hasbinalloh ni'mal vakil.